Ertaga o'lganingizdan keyin keliningiz chiroyli eslab yursin. Yitak qaynatalar ham bor. Mana shunaqa kelinlarni kutini ko'r. Ey, kallang qurgur, senga yarashmaydi. Erkak kishi unaqa hamma narsaga aralashurmaydi. Onasi nemsa uyida anaqasini ham o'lchab berargan, bunisini ham o'lchab berargan mayda erkaklar bor. Pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, mana anetda ko'chada mana namozga 5 mahal qatnasangiz o'zi vaqtingiz bo'lmaydi. Kitob oling, shuncha payt yurganingiz yetar. Bo'l, to'ba tazarruni qiling, ishingiz bo'lmasin. Bolalarni maktabdan, nevaralarni maktabdan bog'chani qiling, bo'ldi, olam guliston. Ertaga o'lganingizdan keyin keliningiz chiroyli eslab yursin. Mana masjidda bordi, men o'zim eshitdim. Xotinim esimga solib qoldi, Oyjon bilan Adajonni ko'rib suvab qo'yishni. Deyapti-da. Qaynota yaxshi bo'lganligidanmi? O'g'il ish bilan chopib yuribdi, lekin kelin eslatyapti. Mana shunaqa narsalar bor. Ertaga o'lganingizdan keyin keliningiz chiroyli eslab yursin. Yitak